do'stlar. Tronda yana yangi mining akkaunt ochilibdi. Men ham kecha bu dasturni yukladim. Короче, unda birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin xuddi mana shunday darajangiz bo'ladi. Birinchi daraja, bepul daraja. Bonusga 1 tron berilar ekan, bitta aylantirish berilar ekan. Tamam, mana bu yerda ko'rsatgani bo'yicha daromad haqida umumiy ma'lumot deyapti. Bu 7 kun davomida berib boriladi. Bepul qazish deyapti. Endi kuniga mana shunchadan tron beradi. Bu bepulda. Endi sizga mana shunday darajalari bor. Telefon qotyapti. Ikkinchi daraja 5 tirixi bilan 3 aylantirish bonusiga 1 tirixi beradi. Mana shunday kunlikda endi bu. Har kuni 1 trondan ishlab borilar ekan. 5 tak 60 kun davomida. 3-daraja 25. Bu ham 60 kun 5. Xuddi mana shunday davom etib ketaveradi. 1000 ta trongacha ekan. Ana endi buni qanday tanishib chiqamiz? Tak depozit qilib bemalol ishlasa bo'ladi. Referral orqali har bitta chaqirgan odamingiz uchun bonus beriladi. Mana bu yerga o'yinlarga kirsak, mana shu yerda birinchi kirganingizda sizda bitta aylantirish bo'ladi. Tak mana shu yerda aylantirasiz. Men aylantirib bo'lganman. Shuning uchun mana shu raqamlar tasodifan tushib qolsa, mana shu to'g'ridagi summani beradi. Bitta referalim bor ekan hozircha meni. Tak o'zi 1 kun bo'ldi ochganimga. Endi buni ro'yxatdan o'tishni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana chiqib ketamiz. Tak ro'yxatdan o'tish. Albatta videoni ko'rayotganingizda videoni opsiyaniyasida silkani qoldiraman. Bundan ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Tak. Mana bu yerga foydalanuvchi nomi, lubi, ismingizmi yoki harflarmi, sonlarmi qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerga elektron manzilingizni, mana bu yerga parol qo'yasiz. Bu yerga qo'yilgan parolni bu yerga ham qo'yasiz. Tak. Endi mana bu yerda hozir kapcha chiqadi. Mana bu aylanayotgan edit proverkada mana shu птичка uspechno bo'lgandan keyin mana shu hisob yaratishni bosasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Albatta siz uni qilib oling. Screenshot qilib oling. Menda hozir hisob yaratib bo'lganim uchun men o'zimning hisobimdan kiraman. Shunday. Meni eslab qoldi bosamiz, tizimga kirishni bosamiz. Boshqa qaytib so'ramaydi. Shunaqa do'stlar.
Menda bunaqa saytlardan juda ko'p, 17 tami shunaqa akkaunt bor. O'shalar bo'yicha ishlab kelyapman. YouTube'ni ko'rsangiz, misol mana shu Tron, Benefik hammasidan taktikalar, ro'yxatdan o'tish hammasini kiritib kelyapman. Hozir yana bittasi ehturumda mana shunaqa Ether King degan sayt ancha bo'ldi endi ochilganiga, men yaqinda ochganman. Mana shunda hozir mana shuncha summa to'pladim. Darajam bronzadan kumushga qarab kelyapti. Nasib qilsa kumushga ham o'tamiz. Kumushga ham o'tsak, har soatiga misol bronzada bo'lsangiz 120 ether beradi. Shunaqa, qisqasi afishaniyada hammasini selkasi bor, bemalol ro'yxatdan o'tib foydalanishingiz mumkin. Nimagadir tushunmasangiz bemalol lechkada savol javob qilishingiz mumkin. Tushunmagan joyingizni tushuntirib yuboraman. Rahmat, sog' bo'ling.